Siz haqingizda 100 ta fakt. 3-qism. Qani ketdik. Uyg'onganda birinchi oladigan narsangiz telefon. 5 daqiqadan keyin turaman deb o'zingizga aytasiz va 2 soat o'tib ketadi. Telefoningiz batareyasi 1% bo'lsa ham, uni zaryad qilishni keyinga qoldirasiz. Kimdir sizga yozsa, javob berishdan oldin ularning xabarini 3 marta o'qib chiqasiz. Ovozli xabar yuborasiz, keyin uni 5 marta o'zingiz qayta eshitasiz. Dushda eng zo'r ideyalar keladi, lekin chiqqach unutib qo'yasiz. Telefoningiz galereyasida 5000 ta rasm bor, lekin ularning 90% keraksiz skrinshotlar. Bitta video ko'raman deb soatlab Instagramda qolib ketasiz. Har kuni ertalab bugun sport bilan shug'ullanaman deysiz. Xabar yozayotganingizda emoji tanlashga xabarning o'zini yozishdan ko'ra ko'p vaqt sarflaysiz. Muzlatgichni ochib, hech narsa yemasdan yopasiz va 5 daqiqadan keyin yana ochasiz. Ikkitadan ko'p budilnik qo'yib uxlaysiz. Chatda kulguli narsa bo'lmasa ham, kulguli emoji tashab qo'yasiz. Uyga kirganingizda poyabzalingizni yechib taxlab qo'ymaysiz. Biror film ko'rib bo'lib, o'zingizni o'sha film qahramonidek tutasiz. Oynada o'zingizni chiroyliman deb o'ylaysiz, lekin rasm tushganda teskarisi. Ishingizni keyinga qoldirishni yaxshi ko'rasiz. Har kechqurun o'zingizga bugun erta turaman deb va'da berasiz, lekin har doim kech turasiz. Eng yoqtirgan kuningiz bu yakshanba. Uzun marketda savatga o'nlab narsalarni qo'shasiz, lekin hech qachon ularni sotib olmaysiz. Odamlar oldida gapirayotganda birdan gapingizni unutib qo'ygansiz. Ertalab turishdan oldin 15 minut telefonda o'tirasiz. Do'stingiz hazil qilsa, tushunmay qolsangiz ham kulib qo'yasiz. Telefoningiz jiringlagandek bo'ladi. Qarasangiz bo'mbo'sh. Kimdir sizga ismini aytsa, 2 soniyadan keyin uni unutasiz. Dangasa bo'lsangiz ham o'zingizni dangasa emasman deb hisoblaysiz. Ko'chaga chiqishdan oldin 1 daqiqa bo'lsa ham telefoningizni zaryadkaga qo'yasiz. Paypog'ingizni qidirish eng yomon ko'rgan narsangiz hisoblanadi. Har kuni kechasi nimadir yegingiz keladi, lekin nimaligini bilmaysiz. Uy eshigini qulflayotganingizda har doim uni negadir 2 marta o'tkazasiz. Rossiyaga ishlash yoki yashash uchun kelgan ko'plab odamlar bir xil muammoga duch keladi. Bu hujjatlar, aloqa, bank va kundalik hayotni yo'lga qo'yish jarayonining murakkabligi. Yangi davlat, yangi tizim va ko'plab tushunarsiz jarayonlar. Ayniqsa birinchi haftalarda bu jarayon ko'pchilik uchun ortiqcha vaqt va asab talab qiladi. Masalan, Rossiyada qonuniy yashash va ishlash uchun sizga bir nechta muhim bosqichlardan o'tish kerak bo'ladi. SIM karta rasmiylashtirish, davlat xizmatlarida ro'yxatdan o'tish, biometrik ma'lumot topshirish, bank hisob ochish. Odatda bu jarayonlar har biri alohida joyda amalga oshiriladi. Siz turli markazlarga borasiz, navbatda turasiz, ko'plab hujjatlarni to'ldirasiz. Bu esa vaqtni yo'qotish, ortiqcha xarajat va stress degani. Lekin hozir bu jarayonni ancha soddalashtiradigan yechim mavjud. Bu T-Bank tomonidan taklif etilayotgan Black Debit kartasi. T-Bank xorijiy foydalanuvchilar ehtiyojlarini hisobga olib, xizmatlarni maksimal darajada qulaylashtirgan. Agar siz T-Bank orqali SIM karta rasmiylashtirsangiz, bank vakili sizning oldingizga keladi. U sizga hujjatlarni rasmiylashtirishda yordam beradi. Gos uslugi tizimida ro'yxatdan o'tkazadi. Biometrik ma'lumotlarni joyida qabul qiladi. Ya'ni siz bir nechta joyga borib yurish o'rniga bitta uchrashuvda barcha jarayonni hal qilasiz. O'zbekistonga pul o'tkazish qulayligi. Rossiyada ishlab O'zbekistonga pul yuborayotganlar uchun ham bu juda qulay. T-Bank ilovasi orqali siz pulni tez, bevosita milliy valyutada va ma'lum limit doirasida komissiyasiz yuborishingiz mumkin. Agar siz kartadan faol foydalanadigan bo'lsangiz, Pro obunani ulash mumkin. Bu sizga quyidagilarni beradi: bepul mobil aloqa, pul o'tkazmalari uchun yuqori limitlar, jamg'arma hisobidagi mablag' uchun oshirilgan foizlar. Black kartasidan faol foydalangan foydalanuvchilar uchun kredit kartasi ham tezroq ma'qullanadi. T-Bank ilovasi va qo'llab-quvvatlash xizmati bir nechta tillarda ishlaydi. 24/7 faol. Dam olish kunlarisiz. Siz istalgan vaqtda yordam olishingiz mumkin. Bundan tashqari, Black kartaning dizayni ham alohida e'tiborga loyiq. To'lov amalga oshirilganda kartada diodli yoritish paydo bo'ladi. Bu esa uni boshqa kartalardan ajratib turadi. Eng muhim jihati, ushbu kartani rasmiylashtirish uchun Rossiya fuqaroligi shart emas. Rossiya telefon raqamiga ega bo'lish ham majburiy emas. Bu esa yangi kelgan xorijliklar uchun jarayonni yanada osonlashtiradi. Agar siz Rossiyada ishlayotgan yoki yaqin vaqtda borishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz,
Kundalik hayotingizni soddalashtirish uchun T-Bank Black kartasini rasmiylashtirishni ko'rib chiqishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot va rasmiylashtirish uchun havola tavsifda qoldirilgan. Tez orada chiqaman deb 1 soat tayyorlanasiz. Uyquda gapirgan holatingiz bo'lgan va tanishingiz ustingizdan bu uchun kulgan. Uxlashda yostiqning sovuq tomonini qidirib, uni aylantirib yotasiz. Har kuni kechasi miyangizga har xil motivatsiyalar keladi. Yiqilganingizda birinchi bo'lib telefoningizni o'ylaysiz. Har kuni ertaroq uxlayman deb 3-4 da uxlaysiz. Tepalikdan qo'rqasiz. Maktabga bormaslik uchun o'zingizni kasaldek tutgansiz. Telefoningizda 1 oydan ortiq ishlatilmagan ilova ham turibdi. Uyda qo'shiq eshitib, uy ishlarini qilasiz. Biror narsani tashlab yubormoqchi bo'lasiz, lekin qachondir kerak bo'lib qoladi deb saqlab qo'yasiz. Sizni eng ko'p eslab turadigan kishi MCS hisoblanadi. Hayotda introvertsiz, lekin internetda sizdan yaxshi ekstravert yo'q. Ovqatlanishdan oldin YouTubedan 2 soat video qidirasiz. Kimdir sizga yoqib qolsa, uni Instagram profilini topishga harakat qilasiz. Uyqudan turganda yana 5 daqiqa uxlay deb 5 soatga uxlab qolgansiz. Gmail akkauntingizni paroli esingizdan chiqib ketgan. O'zingizni ovozingiz o'zingizga yoqmaydi. Dushda qo'shiq eshitib yuvinasiz. Ko'pincha telefoningizni zaryadkaga qo'yish esingizdan chiqib ketadi. Yosh bola sizga salom bersa, o'zingizni qaridek his qilasiz. Tush ko'rib turib ketsangiz, rostdan bo'lsa edi deb o'ylab qolasiz. Barcha sinfdoshlaringiz bilan yig'ilish orzu bo'lib qolgan. Stressingizni oluvchi eng zo'r narsa bu musiqa. Instagramga rasm qo'ygach, har 30 sekundda kim like bosganini tekshirasiz. Batareyangiz 1% qolganda, siz uchun hayot tugagandek bo'ladi. Yoqtirgan insoningizni rasmini ko'raman deb adashib like bosib yuborgansiz. Telegramda profil rasmini ko'raman deb istoriyasini ko'rib yuborgansiz. Telefoningiz qo'lingizda bo'lib turib, cho'ntagingizdan qidirgan holat bo'lgan. Galereyangizda 5000 ta rasm bor, lekin birortasini o'chirib yuborgingiz kelmaydi. Tanish odamni ko'chada ko'rib qolsangiz, ko'rmaslikka olib, telefoningizni titkilab o'tib ketasiz. Eshikni qulflaganingizni eslay olmay, yana bir marta borib tekshirib kelasiz. Biror narsani yo'qotib qo'ysangiz, onangiz kelib, o'sha zahoti topib beradi. Kechasi hojatxonaga borishga qo'rqasiz. Yangi poyabzal olsangiz, u kir bo'lmagunicha unga qarab zavqlanasiz. Yangi telefon olsangiz, 1 oy ichida uni o'z bolangizdek qaraysiz. 1 oy o'tib esa har tarafga otib tashlaysiz. Mehmonga borganingizda och bo'lsangiz ham qornim to'q deysiz. Bir quti pechenyedan bittasini yeyman deb qutini bo'shatib qo'yasiz. Pizzaning chetini yeyishni yoqtirmaysiz. Imtihonga 1 kun qolganda tayyorlanasiz. Daftarning oxirgi betiga rasm chizish eng yoqtirgan mashg'ulotingiz. Magazinda narsa olmay chiqib ketayotganingizda o'zingizni xuddi o'g'ridek his qilasiz. Notanish odam bilan liftda qolsangiz, o'zingizni g'alati his qilasiz. Kimdir sizga qarab kulsa, yuzimda biror narsa bormikan deb darrov tekshirasiz. Taksist bilan gaplashib ketishni yoqtirmaysiz. Biror kishi yo'l ko'rsatsa, tushunmagan bo'lsangiz ham tushundim deysiz. To'yga narsa yeyish uchun borasiz. Kechasi yolg'iz qolsangiz, uydagi hamma tovushlar sizga shubhali tuyuladi. Quloqingizda naushnik bo'lsa, kimdir sizni chaqirayotgandek bo'laveradi. Ko'zguga qarab, o'zingizni aktyordek tutasiz. Biror qo'shiqni yoqtirib qolsangiz, undan ko'nglingiz qolgunicha eshitasiz. 10 yoshli bolakaydek zinadan to'rtalab sakrab chiqasiz. Xo'p deb qo'yasiz, lekin baribir o'zingiz bilganingizni qilasiz. Narxini so'raysizda, qimmatligini bilib, yana bir aylanib kelaychi deb qochib ketasiz. Skitka degan yozuvni ko'rsangiz, kerak bo'lmagan narsani ham sotib olasiz. Biror narsani yo'qotib qo'ysangiz, o'sha joyni 3 marta qidirasiz va 4-chisida u sehrli tarzda paydo bo'ladi. Notanish raqamdan qo'ng'iroq bo'lsa, uni ko'tarmasdan oldin Telegramdan qidirib ko'rasiz. Ok deb yozmoqchi bo'lasiz, lekin bu qo'pol tuyulmasligi uchun okey yoki xo'p deb yozasiz. Eskiroq xabarlaringizni qayta o'qib, shunchalik ahmoq bo'lganmanmi deb o'ylaysiz. Mehmon kutayotganingizda butun uyni 10 daqiqada yig'ishtirasiz. O'tmishda kimdir sizni xafa qilganini eslab, hozir ham jahlingiz chiqadi. Kelajakda milliarder bo'lsangiz, pulingizni qayerga sarflashni soatlab reja qilasiz. Daftar yoki bloknotning birinchi betini juda chiroyli yozuv bilan boshlaysiz. Ba'zida xonaga kirasiz va bu yerga nima uchun kirganingizni eslay olmay, eshik oldida qotib qolasiz. Googledan biror narsani qidirsangiz, birinchi chiqib kelgan saytga ishonmaysiz. Siz hayotda juda ajoyib va takrorlanmas insonsiz, lekin baribir menga obuna bo'lmagansiz.
Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Va siz haqingizda 100 ta faktni, bundan tashqari 2 ta qismi bor. Ularni opisaniyada ssilkasini qoldiraman, kirib ularni ham tomosha qiling.